San Diego'da ikinchi kun hozir magazinda aylanib yuribmiz hozir. Xolasa Fashion Valley degan mol keldi, rosa katta ekan. Va shu xudo xolasa kunimiz yaxshi o'tyapti. Hozir mana magazinda aylanib uyga qaytib ketyapmiz. Hozir uyga borib akangga boradigan bo'ldik. Magazin zo'r, lekin ishlasa olmadik-ku, lekin shu aylanib qo'ydik. Xohlasa mana 11 ga keldik. Kameramni nimasi tugab qoldi. Memory card tugab qoldi. Shunga 11 ga yangi olgan keldik. Memory card. Shu hozir telefonni olyapman videoga. Hozir kutib turibmiz, olib berish kerak. Hozir mana akanda oxirgi marta aylanyapmiz. Hozir ko'rib turganlardek kechasi keldik. Ertaga yo'lga chiqamiz. Shunga oxirgi marta aylangan keldik. Ko'prik o'rtasida magazin ham bor ekan. Qurib qo'yishgan ekan. Aylanib biz oxirgi marta shu 1 yil bo'ldi kelganimga. Shu not apologies. Mama always preaching modesty. My work do all the talking, I don't need to speak. hozir odam mana o'zimiz shahrimizga yetib keldik, Phoenixga. Shu kashda videoga olmadim chunki yarmadan boshdan minib, yarmada uxladim. Shunga videoga olishga uncha vaqt bo'lmadi. Shunga minut oz bo'lib qoldi, lekin shu xayrlashdan oldin men bir ikkita savollarga javob berib, keyin xayrlashamiz. Hozir men kommentini o'qiyman hozir. Savolida Amerikada necha pul topsa bo'ladi, turar joy narxlari necha pul debdi. Endi ishga keladigan bo'lsak, qanaqa ishda ishlashingizga bog'liq. Shu oddiy ishda ishlamoqchi bo'lsangiz, masalan, restoranda yo magazinlarda ishlamoqchi bo'lsangiz, shu 2000, shu 2,5 minggacha pul topsangiz bo'ladi. Shu unda ham lekin haftasiga 40 soat shu ishlashingiz kerak. Tinmasdan shu haftasiga. Shu endi men o'zbek ko'p biladigan shu o'zbek muhojirlar shu katta trak minishadi, shu zilga o'xshagan katta mashina. Shu ular aytishi bo'yicha shu oyiga shu 4,5 ming, 5 minggacha topishar ekan, shu nimadan tashqari, shu chiqimlardan tashqari. Va shu xudo xolasa endi nimaga kiradigan bo'lsak, uy turadigan joyiga shu endi qanaqa uyda turishingizga bog'liq endi. Masalan, hovlida turmoqchi bo'lsangiz, shu katta shu baseyni bor, katta mana shu огороди bor uyda turmoqchi bo'lsangiz, shu har xil endi bu ham 1,5 ming, mana shu 1,7 shunga har xil endi.
xonasiga bog'liq. 3 xona yo 4 xona uyga qarab. Endi xohlasangiz nimada tursiz bo'ladi? Townhouse-da. Hozir men turgan joy shunaqa, townhouse endi. 850 so'm to'laymiz. Townhouse endi u jinday orqasida jinday yorti bor, kichkinagina. Shu tepasi pasti oshxona, tepasi yotoqxona. Shunga 3 xona u 850 so'm to'laymiz. Shu suv ichida, lekin shu elektrigiga pul to'laymiz oyiga. Endi xohlasangiz kvartirada tursiz bo'ladi. Shu apartament deyshadi bu yerda. Apartamentga shu 850 so'm, 900 so'm, 950 so'm to'laysiz. Chunki nima qimmat desanglar, bu hamma yo'q ichida uni. Shu suvi-yu, gazi-yu hamma yo'q ichida bo'ladi. Va shu jinday bo'lsa ham savolingizga javob topibsiz degan umiddaman.